Amir Temur vatanimiz tarixida o'zbek davlatchiligi taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shgan. Temuriylar nomi ostida 27 mamlakatni o'z ichiga olgan markazlashgan davlat asoschisidir. Bundan tashqari sohibqiron jahon xalqlari tarixida buyuk davlat arbobi, janglarda yengilmagan mashhur sarkarda sifatida e'tirof etilgan yorqin siymo hamdir. 9 aprel Amir Temur tavallud topgan kun. Shu kunlarda Jahongir bobomizning tavallud sanasiga boshlangan tantanali tadbirlar, anjumanlar, olimlar ishtirokida muloqotlar, uchrashuvlar bo'lib o'tmoqda. Ulardan muxbirlarimiz reportajlari. 689 yil buyuk sohibqiron Amir Temur siymosi Toshkent markazida bunyod etilgan Amir Temur xiyoboniga davlat va jamoat arboblari, diplomatik korpus vakillari, ilm-fan, madaniyat namoyandalari, talaba yoshlar tashrif buyurishdi. Yodgorlik poyiga gulchambarlar qo'yilib, sohibqiron shaxsiga chuqur hurmat va ehtirom ko'rsatildi. Mustaqillikka erishganimizdan keyin Amir Temurga, umuman tariximizga bo'lgan munosabatlar mutlaqo boshqacha tus oldi. 3 yil oldin biz Amir Temur dunyo olimlari, yozuvchilari nigohida degan xalqaro konferensiya o'tkazdik va prezidentimiz aytdilarki, endi har 2 yilda bitta shundoq o'tkazib turiladi. Chunki o'shanda 14 ta mamlakatdan olimlar kelishdi. Yangidan yangi kitoblar chiqarish, uchrashuvlar o'tkazish. Endi ayniqsa zo'r ishlardan biri va albatta Temurbeklar maktabining ochilishi. Bularda mana shu yoshlar, ayniqsa shu Amir Temur tarixini o'rganish, faqatgina tarixini emas, endi uni shaxsini o'rganish boshlanyapti. Fondda hozir Amir Temurga bag'ishlangan kitoblarni nashr qilish ishlarini yo'lga qo'ydik. Sohibqironning o'zlari yozdirgan 2 ta kitob bor. O'shalarning birinchisi Hindiston yurish kundaligi deb ataladi, lekin bu kitob haligacha o'zbek tilida nashr qilinmagandi. Albatta mana keyingi yillarda muhtaram prezidentimiz tomonidan tarixni o'rganish, manbashunoslikni chuqur o'rganish yo'nalishida keng ko'lamdagi ishlar amalga oshirildi va Amir Temur, Temuriylar davri bo'yicha turli manbalar o'zbek va boshqa tillarga o'girilyapti, nashr etilyapti. Bu ham bo'lsa, o'sha davr tarixini yanada chuqurroq, birlamchi manbalarga asoslangan holda o'rganishga va targ'ib etishda alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga Hazrat sohibqironning tarixi, madaniyatga, tarixga, umuman sivilizatsiyaga qo'shgan hissasi bo'yicha keng ishlar amalga oshirildi. Xususan bugun Temuriylar tarixi davlat muzeyida ham Temuriylar davri renessansi mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi va bu konferensiyada ham o'sha chet ellik olimlar ham Amir Temur faoliyati, uning jahon sivilizatsiyasida tutgan o'rni va roli haqida qiziqarli ma'lumotlarni berib o'tishda o'ylaymanki, bu butun dunyoni Hazrat sohibqironga ko'rsatgan ehtiromlaridan biri deb o'ylayman. Temuriylar tarixi davlat muzeyi bugun har qachongidan gavjum. Temuriylar renessansi, tarix, tadqiqotlar va muammolar. Tadbir doirasida temurshunos olim va yozuvchilar, xalqaro ekspertlar ishtirokida o'tgan ilmiy amaliy konferensiyada ana shu masala bosh mavzu bo'ldi. Tarix shunday bir ko'zguki, u xalqning o'tmishini, taraqqiyot bosqichlarini, ma'naviy qudratini bashariyat ko'z o'ngida namoyon etadi. Bugun dunyo ilm-fan namoyandalari Amir Temurning boy merosini, xususan Temur tuzuklarini chuqur tadqiq va tahlil qilib, xalqaro miqyosda o'rganmoqda. I came to visit Temur museum and subhanallah the same day. Biz bugun Amir Temur muzeyiga, qolaversa uning tavallud kuni munosabati bilan tashkil etilgan juda katta tadbirga tashrif buyurdik. Bir haqiqat bor. Har qanday ulug' shaxsning dunyoga kelishi albatta o'sha inson mansub bo'lgan xalqning aqliy va ma'naviy imkoniyatlari darajasini ko'rsatadi. Temur va Temuriylar davri bilan biz ham yaxshi tanishmiz. O'sha zamonlar Osiyo, ayniqsa Markaziy Osiyo tarixida nihoyatda ko'p serqirra madaniy ma'naviy durdonalar yaratilganligi. Bu esa o'z navbatida jamiyat sohalarini rivojlantirib, tamomila yangi bosqichga ko'tarilganini bilamiz. Shu bois ham Amir Temurning hayot yo'li bugun ham hamjamiyatingiz uchun o'ta muhim hisoblanishini bugungi tadbirlar misolida guvohi bo'lib turibmiz. Hozirga qadar Amir Temurga nisbatan chet ellarda mantiqiy nomutanosibliklar yuz berib keldi. Bugun yangi O'zbekistonda O'zbekiston olimlari haqiqiy tarixni o'rganishga intilmoqdalar. Bugun biz konferensiyada O'zbekiston olimlari va chet eldan kelgan tadqiqotchilar aynan mana shu masalani ko'rib chiqyapmiz. Hozir O'zbekistonda mana shu o'tmishimizga haqiqatan yangi munosabatda yangicha yondashilyapti
bugun biz ham ayni shu masalani muhokama qilyapmiz. Bugungacha Hazrat Temurning shaxsiyati, davlat tuzilmasi va jangovar qobiliyati xususida ko'plab konferensiya va anjumanlar o'tkazilgan. Biroq sohibqiron saltanatidagi lashkarlarning ma'naviyati va axloqi masalalari birinchi bor xorijiy davlatlarning harbiy attashelari, Mudofaa vazirligi rahbariyati, taniqli olimlar, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademiklari va Qurolli Kuchlar akademiyasi professor o'qituvchilari ishtirokida keng doirada batafsil tahlil qilindi. Biz bugun Amir Temur haqida gapirganda uni yengilmas sarkarda, buyuk lashkarboshi sifatida bilamiz. Aslida Amir Temur ilm fanning homiysi. Mamlakat ma'naviyatining rivojlanishiga, mamlakatda ilm fanning, taraqqiyotning, madaniyatning, me'morchilikning rivojlanishiga juda katta hissa qo'shgan. Bugun ma'ruzachilar bu haqda alohida ta'kidlab o'tdi. Mudofaa vazirligi tomonidan tashkil etilgan ushbu xalqaro konferensiya jahon olimlari tomonidan juda yakdillik bilan qo'llab-quvvatlandi. Mudofaa vazirligiga mana shunday ajoyib konferensiyani tashkil qilganliklari uchun chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman. Albatta, Amir Temur hazratlari dunyo tarixida g'oyat katta rol o'ynaydi. Men ishonamanki, o'zining tarixini o'rgangan, undan foydali xulosalar chiqargan millat hech qachon kam bo'lmaydi. Sizning xalqingiz mana shunday buyuk siymoni, uning bebaho tarixini doimiy o'rganib, qadrlab, kelajak avlodga yetkazishi kerak. Anjumanga taklif etilgani meni qayta quvontiryaptiki, Amir Temur haqida avval bilmagan ma'lumotlarimni oldim. Hamkorlikda ko'pgina tarixiy faktlarni tahlil qildik. Anjuman mobaynida Temuriylar davrida shakllangan harbiy san'at, harbiy strategiya va davlatchilik asoslari tahlili, ularni zamonaviy mudofaa jarayonidagi tarbiya va tayyorgarlik jarayonlariga integratsiya qilish bo'yicha ma'ruzalar qilindi. Jumladan, Amir Temur merosi va bebaho uslubini yosh avlodga singdirish, bu jarayonda sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanish yuzasidan takliflar berildi. Mazkur ilmiy amaliy anjumanda sohibqiron Amir Temur bobo kalomining harbiy san'ati haqidagi birlamchi manbalar tahlili, keyin uni o'rganilganlik darajasi, sharq mamlakatlarida qay darajada o'rganilgan, g'arb davlatlarida qay darajada o'rganilgan hamda qo'shinning axloqiy, ma'naviy, ruhiy holati haqida xorijiy mehmonlarimiz ham Amir Temurda harbiy san'ati haqida, uni qo'shinning axloqiy, ruhiy holati haqida keraklicha yetarlicha ma'lumotlarni olishyapti. Shuningdek, jarayonlar mobaynida ilmiy ma'ruzalar, muhokamalar bo'lib o'tdi. Anjumanning yakuniy qismida Qurolli Kuchlar markaziy ashula va raqs ansambli, Turon harbiy teatri va harbiy orkestr ijodkorlarining badiiy ijodiy dasturi namoyish etildi. Sohibqiron Amir Temurning 689 yilligi Shahrisabzda keng nishonlandi. Tantanali tadbirda benazir zotning insoniyat taraqqiyotiga qo'shgan hissasi, davlat arbobi, donishmand siyosatchi va inson sifatidagi fazilatlari, ulkan bunyodkorlik va adolat, ilm-fan, ma'rifat va madaniyat homiysi sifatidagi ulug'vor ishlari e'tirof etildi. Keng maydonda viqor to'kib turgan Amir Temur haykali va dunyo ahlining hayratiga sazovor bo'lgan bu ulug' zotning ulug'vor ishlari, barpo etgan mahobatli imoratlar yig'ilganlar qalbiga g'urur baxsh etdi. Buyuk ajdodlarga hurmat ko'rsatish, ularni ulug'lash, ulg'ayib kelayotgan avlodni yurtga sadoqat, vatanparvarlik, g'urur va iftixor ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ulug' Jahongir barpo etgan ulkan saltanat taxti bo'lgan Samarqandda Amir Temur tavalludining 689 yilligi tadbiri sohibqiron nomi bilan ataluvchi Amir Temur maqbarasini ziyorat qilishdan boshlandi. Bu yerda o'tganlar xotirasi uchun Qur'on tilovat qilindi. Shundan so'ng viloyat hokimligi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, harbiylar, korxona va tashkilotlar, keng jamoatchilik buyuk zotga hurmat va ehtirom ko'rsatishib, Ko'hna kentda salobat to'kib turgan sohibqiron haykali poyiga anvoyi gullar qo'yishdi. Bugungi kunda O'zbekistonda 3-renesansni tamal toshini qo'yish ishlari boshlandi. Har jihada ketyapti. Endi shu savol tug'iladiki, xo'p, ikkinchi renessans qachon boshlangandi? Uni ijodkori, muallifi kim degan savol. Endi tarixga qaraydigan bo'lsak, ikkinchi renessansning uyg'onish davrining asoschisi sohibqiron Amir Temur. Shu sababli prezidentimiz sohibqiron Amir Temur davri tarixi, madaniyati, san'atini har tomonlama o'rganishga, targ'ib qilishga katta e'tibor beryapti. Chunki biz Amir Temur davridagi renessans ildizlarini, tamoyillarini, turlarini bilmasdan turib, yangi shuncha renessansni yarata olishimiz qiyin, mushkul. Ilmsiz renessans bo'lmaydi. Renessansning birinchi o'zi ilmga asoslanadi. Darhaqiqat, sohibqiron barpo etgan qudratli va adolatli davlat, uning buyuk obodonchilik ishlari ayni paytda yosh avlodni ona vatanga muhabbat, ulug' ajdodlarimizga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Ulug' Jahongir tavalludi munosabati bilan viloyatda ko'plab madaniy ma'rifiy tadbirlar, anjumanlar o'tkazilmoqda.